Taroveh namozini ba'zilar 8 rakat o'qiydi xolos. Shu to'g'ri bo'ladimi? Taroveh namozi 20 rakat. Bu 8 rakat desa bu xato bo'ladi. Chunki sahobiy kiromlarni davrlaridan boshlab hozirgacha taroveh namozi 20 rakat o'qilib kelinadi. Bu 20 rakat taroveh o'qish bizga Hazrat Umar roziyallohu anhu dan qolgan bir sunnat hisoblanadi. Mana bunga bir qancha dalillar bor. Mana buni bir o'rganadigan bo'lsak, Anis Saib ibn Yazid qola Soib ibn Yazid roziyallohu anhudan rivoyat qilinyapti. Bu sahobiy kirom aytayaptilarki, kunna naqumu fi zamani Umar ibn al-Khattob roziyallohu anhu bi 20 rak'atin wal vitr. Ravahu al-Imam al-Bayhaqi. Biz Hazrat Umar roziyallohu anhu davrlarida 20 rakat o'qib kechasini qoyim qilardik va vitrni ham o'qirdik deyaptilar. 20 rakat bilan kechasini qoyim qilardik deganni ulamolar bu taroveh deb turib sharhlaydi. Demak bu hadis sharifni Imom Bayhaqiy o'zlarining kitoblarida keltirganlar. Aynan shu hadis haqida Imom Navaviyning bir gaplari borki, qolan Navaviy fil xulosa isnaduhu sahihun. Buni isnodi sahih deb turib Imom Navaviy rahmatullohi alayhi o'zlarining xulosa kitoblarida aytayaptilar. Kama naqalahu al-Qori fil Mirqot. Mulla Ali al-Qori rahmatullohi alayhi ham o'zlarining Mirqot kitoblarida buni keltirganlar. Buni dalil qilib ushbu rivoyatni keltirganlar. Va Ibnul Himam fi Fathul Qodir, Fathul Qodir kitobida Ibnul Himam ham alohida bu dalilni keltirib taroveh namozini 20 rakat ekanligiga dalil qilganlar. Qolaversa Mulla Ali al-Qori rahmatullohi alayhi o'zlarining Mirqot-i Sharif degan kitoblarida alohida matn keltirib aytadilarki, ajma'as sahabatu ala anna at-taroviha 20 rakatan. Sahobalarning barchalari taroveh namozi 20 rakat ekanligiga bular ittifoq qilganlar, ijmo qilganlar deyaptilar. Demak, mana shunday bu ya'ni sahobalarning ijmolari bilan 20 rakat bo'lgan narsa bu. Demak, mana shunday dalillar yetarli ekan. Kitoblarimizda alohida taroveh namozini 20 rakat deb ulamolarning barchalari aytgan ekanlarmi? Shunday ekan, buni 8 rakat deb turib odamlarni chalg'itib, har qanday fitnalarni qo'zg'ashlik bu noto'g'ri narsa, aslo to'g'ri emas bu.